Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Durus birinchi kitob, 8-dars, 3-qism. Bugungi darsda o'rganadigan qoidamiz maqsur ism haqida bo'ladi. Yuqoridagi misollarga nazar solsak, al-baytu oxiri dommalik, alal bayti, ilal bayti, minal bayti bu uchala misolda oxiri kasra holda kelmoqda. Sababi o'zidan oldin harfi jar birinchisida ala, ikkinchisida ila, uchinchisida min kelganligi sababli. Va bu harfi jarlar o'zidan keyingi kelgan ismni oxirini jar qiladi, ya'ni kasra qiladi. Keyingi misollarda al-fata yigit oxiri alif sukunlik holda turibdi. Al-fata, ilal-fata, minal-fata bu o'rinlarning barchasida oxiri o'zgarmay sukunlik holda qolmoqda. Garchi ulardan oldin harfi jar birinchisida ala, ikkinchisida ila, uchinchisida min kelsa ham. Keyingi misol aso oxiriga alif sukunlik holda, alal aso, ilal aso, minal aso oxiri o'zgarmay sukunlik holda. Keyingi misol ham al mustashfa oxiri alif sukunlik holda, alal mustashfa, ilal mustashfa, minal mustashfa. Barcha o'rinda ham oxiri o'zgarmay sukunlik holda qolmoqda. Garchi bu ismlardan oldin harfi jar ala, ila, min kelsa ham bunday ismlarga maqsur ismlar deyiladi. Maqsur ism qanday ism? Maqsur ism mu'rob, oxirgi harfi alif lozim va o'sha alifdan oldingi harfning harakati fathali bo'lgan ismdir. Ta'rifda kelgan har bir iborani sharhlab tushunishlikka harakat qilamiz. Demak, maqsur u ismdir. Ya'ni ism so'z turkumidandir. Fe'l so'z turkumidan ham, harf so'z turkumidan ham emasdir. Maqsur mu'rob ismdir. Ya'ni mabni ism emas, omil sabablik oxiri o'zgaradigan mu'rob ismlardandir. Mu'rob va mabni haqida to'liq ma'lumotni 4-darsni 4-qismida o'rganib o'tganmiz. O'sha darslikni ko'rib, murojaat qilib olasiz. Maqsur ismning oxirgi harfi alif lozimdir. Alif lozim degani u alif hech qachon ajralmaydigan, doim turadigan alif deganidir. Masalan, yuqoridagi misollarga qarasak, al-fata, al-aso, al-mustashfa uchala ismning ham oxirgi harfi alif lozimdir. Ya'ni hech qachon ajramaydigan, balki doim turadigan alifdir va o'sha alifdan oldingi harfning harakati fathali bo'lgan ismdir. Masalan, al-fata oxiri alif lozim va undan oldingi ta harfning harakati fathalikdir. Al-aso oxiri alif lozim va undan oldingi sod harfning harakati fathalidir. Al-mustashfa oxirgi harfi alif, undan oldingi fa harfning harakati fathalidir. Demak, maqsur ismning oxiridagi alifdan oldingi harfning harakati fatha bo'lgan ismdir. Agar fathadan boshqa kasra yoki bomma bo'lsa, demak u maqsur ism bo'lmaydi. Maqsur ism bo'lishligi uchun oxirgi harfi alif lozim bo'lishi va undan oldingi harfning harakati fatha bo'lishi lozimdir. Maqsur ism u fe'l ham, harf ham emas, balki ismdir va u mu'robdir, mabni emasdir va oxirgi harfi alif lozimdir, ya'ni hech qachon ajralmay, balki doim turadigan alifdir va o'sha alifdan oldingi harfning harakati fathali bo'lgan ismdir. Maqsur ismning oxirgi harfining barcha harakatlari taqdiriy bo'ladi. Taqdiriy bo'ladi degani oxirgi harfning harakatlari talaffuzda va yozuvda bo'lmaydi, balki zehnda va hukmda bo'ladi deganidir. Masalan, alal bayti, ala harfu jar, bayti ismi majrur, bayti ismining oxiridagi kasrasi yozuvda ham bor, ya'ni ko'rib turibmiz va talaffuz ham qilmoqdamiz alal bayti deb. Ammo maqsur ismlarni jar holatida qarasak, alal fata, alal aso, alal mustashfa. Alal fata misolida alifning ostida kasra yozuvda ham yo'q, talaffuzda ham yo'q. Shuningdek, alal aso misolida ham kasra yozuvda ham yo'q, talaffuzda ham yo'q. Alal mustashfa yozuvda ham, talaffuzda ham kasra yo'q. Xo'p, unda o'sha kasra qayerda deyilsa, o'sha kasra zehnda va hukmda deyiladi. Ya'ni zehnimizda alifning ostida kasra bor deb bilamiz, chunki undan oldin harfi jar ala kelmoqda. Harfi jar ala o'zidan keyin kelgan ismni oxirini jar bo'lishlik bilan, kasra bo'lishlik bilan hukm qiladi. Demak, mu'rob ismning oxirining harakati yozuvda ham, talaffuzda ham bo'lmasa, lekin u zehnda va hukmda bo'lsa, taqdiriy deyiladi. Xuddi yuqoridagi misollardagi kabi alal fata
Fata ismining oxiri taqdiriy kasra alal aso. Aso ismining oxiri taqdiriy kasra alal mustashfa. Mustashfa ismining oxiri taqdiriy kasradir. Nima uchun maqsur ismning oxiriga harakat berilmaydi? Kasra, fatha, domma yozilmaydi va talaffuz qilinmaydi. Talaffuz qilinmasligining sababi ta'azzur deyiladi, ya'ni harakat berib talaffuz qilish imkonsiz, mumkin bo'lmaganligi sababdir. Demak, maqsur ismning oxirgi harfining harakatlari barchasi taqdiriy bo'ladi. Taqdiriy bo'ladi degani yozuvda va talaffuzda bo'lmay, balki zehn va hukmda bo'ladi degani. Taqdiriy bo'lishligining sababi esa at-ta'azzur deyiladi, ya'ni imkonsiz, harakat olib kelish mumkin emasligi uchundir. Ajamiy, ya'ni arabiy bo'lmagan kalimalarning oxirgi harfi alif bo'lsa, ularning ham i'robi taqdiriy bo'ladi. Sababi alifga harakat berish imkonsiz, mumkin bo'lmaganligi uchun. Almaniya, Amerika, Ingiltara, Svisro ismlar kabi hamda ajamiy kalimalar ham mamnun minas sarf ismlardan hisoblanadi. Mamnun minas sarf ismlar tanvinni qabul qilmaydigan, jar o'rnida kasrani o'rniga fatha bilan jar bo'ladigan ismlardir. Mamnun minas sarf ismlarni 4-darsda, ya'ni 2-qismida o'rganganmiz. O'sha darslikka qaytib, ko'rib, takrorlab olasiz. Bugun o'tgan qoidaga taalluqli bo'lgan 46-betdagi mashq. Iqro va kitub, o'qi va yoz. Hada tabibu min Ingiltara. Bu tabib Angliyadan. Hada ismi ishora, gapning egasi mubtada. Tabibu ismi ishoradan keyin alif lomlik holda kelib, hadadan badaldir, ya'ni gapning hukmi unga yo'naltirilgan ismdir. Min harfi jardir. Ingiltara avvalo ajamiy ismdir, ya'ni arabiy bo'lmagan ismdir. Mamnun minas sarf ism tanvinni qabul qilmaydigan, jar o'rnida kasrani o'rniga fatha bilan jar bo'ladigan ismdir. Min harfi jar, Ingiltara ismi majrur, jarligi kasrani o'rniga fathadir va o'sha fatha ham yozilmaydi. Bu so'zning oxirgi harfi alif bo'lganligi, alifga esa harakat berish mumkin bo'lmaganligi sababli. Demak, Ingiltara ismi majrur, jarligi kasrani o'rniga fathadir, chunki u mamnun minas sarf ismdir. O'sha fatha taqdiriydir, chunki alifga harakat berish mumkin bo'lmaganligi bois. Zahaba Hamidun ila Fransa. Hamid Fransiyaga ketdi. Ila harfi jar, Fransa ismi majrur, jarligi fathani o'rniga kasra, chunki u mamnun minas sarf ism va o'sha fatha ham taqdiriydir, chunki oxirgi harfi alifdir. Alifga esa harakat berish mumkin emasdir. Mahmudun maridun. Mahmud kasal. Huwa al-ana fil mustashfa. U hozir kasalxonada. Huwa zamir munfasil Mahmudga qaytadi. Fi harfi jar, al-mustashfa ismi majrur. Jarligi taqdiriy kasradir, chunki al-mustashfa maqsur ismdir. Maqsur ismlarning barcha harakatlari taqdiriy bo'ladi. At-ta'azzur, ya'ni alifga harakat berish mumkin bo'lmaganligi sababli. Zahaba Abdullohi min Almaniya ila Ingiltara. Abdulloh Almaniyadan Angliyaga ketdi. Min harfi jar, Almaniya ismi majrur, jarligi kasrani o'rniga taqdiriy fathadir. Ila harfi jar, Ingiltara ismi majrur, jarligi kasrani o'rniga taqdiriy fathadir. Hazal kitabu li Isa va zalikal kitabu li Musa. Bu kitob Isoniki va ana u kitob Musoniki. Hada ismi ishora mubtada, al kitabu hadadan badal, li harfi jar, Isa ismi majrur. Iso va Musa bu ikkala ism asli arabiy bo'lmagan ismdir, lekin arablarning orasiga bu ismlar kirib arabiyga aylanib ketgan ismlardir. Li harfi jar, Isa ismi majrur, mamnun minas sarf ismdir. Jar holatida kasrani o'rniga fatha bilan jar bo'ladi va oxirgi harfi alif bo'lganligi sababli taqdiriy bo'ladi. Zalikal kitabu li Musa. Zalika mubtada, al kitabu zalikadan badal, li harfi jar, Musa ismi majrur, jarligi kasrani o'rniga fathadir va o'sha fatha ham taqdiriydir. Hazal muhandisu min Amerika. Bu muhandis Amerikadan. Haza mubtada, al muhandisu hazadan badal, min harfi jar, Amerika ismi majrur, jarligi taqdiriy kasrani o'rniga fathadir. Demak, bugungi darsda maqsur ismni o'rgandik. Maqsur ism u mo'rob ismdir, mabni emas. Oxirgi harfi
alifi lozim, ya'ni hech qachon ajramaydigan, balki doim turadigan alifdir. Alifdan oldingi harfning harakati esa fathalidir. Maksur ismning oxirgi harfining barcha harakatlari taqdiriy bo'ladi. Taqdiriy degani talaffuzda va yozuvda bo'lmaydi, balki zehnda va hukmda bo'ladi. Taqdiriy bo'lishligining sababi esa ta'azzur deyiladi, ya'ni imkonsiz alifga harakat berish mumkin bo'lmaganligi sababli. Ajamiy, arabiy bo'lmagan kalimalarning oxirgi harfi alif bo'lsa, i'robda taqdiriy bo'ladi. Fathaga harakat berish mumkin bo'lmaganligi sababli. Umum ajamiy kalimalar mamnun minas sarf ismlardan hisoblanadi. Keyingi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.